Diqqat savol. Ekranga diqqat qaratinglar. Assalomu alaykum hurmatli hamkor mijozlar va biz YouTube tarmog'ida kuzatib boradigan hurmatli obunachilarimiz. Biz bugun Farg'ona viloyati Quvasoy shahar Log'on mafiyaga kelganmiz. Bu yerga ikkita rom, bitta eshik neoklassik uslubida olib kelganmiz. Darvozaxonadan kiraverishimizda to'g'riga uyimizni oldini xuddi mana shu holatda to'sib berganmiz. Bu yerda neobычный fason xolangan. Ko'rishingiz mumkin. Pastdan 60 sm ko'z qo'yib, undan keyin ayna qo'yib berganmiz. Aynagimiz o'rtasini panorama holatda qilib berganmiz. Aynalar 2 qavat, oq yo't holatda bo'lgan. Profilimiz Redpen Plus 6000 Quattro 4 kameralik TV profilda, zavodskiy rezinkalik. Ikki chekkasiga 60 dan ko'z qo'yib, ikkovini ham ochiladigan qilib berganmiz. Ochilishlari sulushli mexanizm bo'lgan. Tagida podagonlari ham bor. Bu eshigimiz alyumin Aldox 1 da. Rangi dupmakka buni ham. Eshigimizda yana 1.80 balandligi 2.60. Ikkita bir xilda, ikki qanotli eshik qo'yib berganmiz. 2 qavat aynak, oq yo't holatda bo'lgan. Bu yoqda yana bitta romimiz bor. Buni ham o'sha ikki chekkasiga 60 dan ko'z qo'yganmiz. Ochilishlari sulushli mexanizmli holatda bo'lgan. Aynalar 2 qavat. Xo'p, razmerlari bilan tanishtirib o'taman. 3 metrga balandligi 2.40. Xuddi shu holatda ichda ko'rishingiz mumkin. O'rtada bitta eshigimiz. Endi ochilib yopilishlarni bir qator ko'rsatib beraman. Eshigimiz alyumin Aldox 1 Redpen rezinkalari. Graf 555 bosma rezinadan foydalanganmiz. Eshigimizning qanotini balkon profildan qo'yib berganmiz. Qalinligi 9 sm bo'ladi. Ruchka zamoylarimiz Graf firmasiga tegishli doimgidek. Ko'ryapsizlar? Zochka soqali bo'ladi. Eshigimiz ochilib yopilishi va qulflanishi. Juda ham platniy, oshiqcha shovqinsiz ishlaydi. Xo'p, eshigimizni sahnaning ichi taka to'siladi. Aytaylik, 5 yo 6 sm makin pastga tushish kerak edi. Uni keyin qilishadigan bo'lgandi. Xo'sh, romimizda ikkita ochilish, podagonga qo'yilgan 35 lik AK Plus tupmakkoni o'zidan. Ruchkalar Rotto Slim. Ko'rishingiz mumkin. Fornax firmasiga tegishli. Обычный ochilishi и sulushli mexanizm. Sulushli mexanizm chotki ishlaydi. Sulushli mexanizmlarimiz AKP firmasiga tegishli. Ikki ochilishimizga ham sulushli mexanizm qo'yib berganmiz. Klientimizning talabiga binoan ikkoviga ham qo'yib qo'yavering deganim uchun ko'rishingiz mumkin. Ikkovini ham sulushli mexanizm bilan jihozlab berdik. Qulflanish. Va oxirgi xonamiz. Bunda ham xuddi shu holat, podagonnik, ikkita ochilish, ikki ochilish ham sulushli mexanizm, Rotto Slim ruchkalari, hamma yo'g'i klientimizning talabiga binoan bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa, shu bilan bugungi montajimiz o'z nihoyasiga yetdi. Buni общий summasi 14 million so'mga tushdi. Olib kelib o'rnatilishi 5 yillik kafolat garantiya hamma yo'q bilan. Eshiklarga 4 tadan oshxonash qo'yib berganmiz, balkon profil, 2 qavat aynak, xullas eng full holatda bo'lgan. Qubbok fani kuzatishda davom eting. Qubbok foydalanuvchilar bilan joninglar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.